Avvalambor assalomu alaykum. Meni go'zal, yaxshi bo'lgan obunachilarim, hamisha sizlarga rahmat, chiroyli kommentlar va layklar uchun barchangizni hurmat qilaman. Bugungi o'chirim aqlingizdagi, ya'ni yoqtirgan insoningiz sizni yo'qotishdan qo'rqadimi shu haqida bo'ladi. Men bilan bog'lanish uchun Telegramga Feride Tarot kart deb yozsangiz shaxsiy ochirim qilishingiz mumkin. Avvalo Alloh niyatingizni oldim shifoli bo'lsin. Agarda sizlarga bu mavzuyim yoqsa, layk bosib, komment yozib hamda qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Men unda boshladim. Aqlingizdagi inson sizni yo'qotishdan qo'rqadimi? Aqlingizdagi inson sizni yo'qotishdan qo'rqadimi? Birdaniga 3 ta karta tushdi bu yerda azizlarim. Albatta bu yerda qo'rqadi deb javob bermoqda. Uning aqlida siz ko'p sabr qilganingiz bois yo'qolib qolishingizdan qo'rqadi. Shubhasiz bu yerda 100% ham shunday deb kartamizda tasdiqlab bermoqda azizlarim. Nimagaki kartalarimiz sizlar uchun javoblarni tez aytmoqdaligi uchun qo'limdan tushib ketyapti. Aqlingizdagi inson qanchalik qo'rquvi bor ekanligini siz tasavvur qilasiz. Sevganingiz uchun oilali insonlar ko'rayotgan bo'lsa, ya'ni farzandlaringiz uchun sabr qilayotganlaringizni kartamizda aytmoqda. U o'zini hozirda qanaqa his qilmoqda? U o'zini nima desam, ichki siqilishlarda turganligi hamda nega sizni yo'qotishdan bu insoningiz qo'rqadi? Chunki siz uni og'ir ahvolda yonida bo'lgansiz, qo'llab-quvvatlagansiz. Xo'p, energiya bera olgansiz, aynan siz. Siz yaxshi, bag'rikeng, qo'lingizdan yordam qo'lini doimo beradigan inson ekanligingiz. Hamisha uni nima desam, u uchun harakat qilayotganligingiz, har taraflama bo'lmasin, har masalada siz unga yordam qo'lini cho'zadigan inson ekanligingiz. U insoningizni soxta mulozamatlarsiz yaxshi ko'rishingiz, shu narsalarni bilgan holatda u sizni yo'qotishdan qo'rqadi deb bu yerda aytmoqda. Aqlingizdagi inson hozirda nimalarni his qilmoqda? Shu savolni beraylikchi. Aqlingizdagi inson. Aqlingizdagi inson nima desam, tabiatdan tortinchoq, ichki dunyosi siz bilan bo'lganda esa bolalarcha, ammo u o'zini mag'rur, ya'ni tutsa-da sizlikda qiynalib qolganligi. U nima desam, aqlingizdagi inson sizday u insonga hech kim bo'lolmasligi, sizga nisbatan nimaga yopiqlikda turganligini o'zi ham tushuna olmayotganligini, his qilmoqdaligini bu yerda aytmoqda azizlarim. Aqlingizdagi inson sizni yo'qotishdan qo'rqadi azizlarim. Sizga qanchalik nima desam, ozor bermasin, qalbingizni og'ritmasin, u ich-ichidan sizni yaxshi ko'rishligini, nima desam, sizni o'ylayotganligini bu yerda kartalarimizda aytmoqda. Kartalarimiz yana sizlarga nima demoqda azizlarim? Siz qanchalik talpinganingiz sari aqlingizdagi inson sizdan qochadi. Insonni hayotida 3 xil sevgi bo'ladi. Bu birinchisi yoshlikda. U sizni abadiy deb o'ylaysiz, beg'ubor sevasiz, u sizni jarohatlaydi. Keyinroq bu haqiqiy sevgi emas deb tushunasiz. Xo'p, ikkinchisi, bu sevgi sizni sindiradi.
u orqali og'riqni his qilasiz. Sevgi qanday bo'lishini, bo'lmasligini tushunasiz. Bu sevgi sizni o'zgartiradi demoqda. Hop, 3-si. Bu hayotingizda, ya'ni kutilmaganda paydo bo'ladi, tinch holatingizda kiradi. Uni quvmaysiz, ya'ni siz sevgini quvmaysiz, o'zi sizni topadi. O'shanda aqlingizdagi insonni sevgisini rost yoki yolg'onligini tushunasiz deb aytmoqda azizlarim. Bugungi ochirimimiz shulardan edi. Keyingi ochirimlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.